Briketmi? Shunaqa tish to'g'rilashga foydalanadi. Mana u qulog'i eshitmaydiganlarmi shunaqa moslama yoki nomini bilmayman. 100% ta'minlaydi bu eshitish. Menimcha 100% ta'minlanmaydi, lekin bu qonni o'lchaydigan apparatmi shunaqa? Termometrda odamni bunaqasini o'lchaydi-da, haroratini. Bu ham quloq moslamasimi bilmayman uni, lekin. Quloq moslamasi bu 100% ta'minlaydi deb o'ylaysizmi? Yo'q, u ham 100% ta'minlamaydi menimcha. Adashdingiz, bu apparatimiz 100% ta'minlaydi. Karli bilan tug'ilgan, hayot davomida orttirgan hamma odamlarga bu operatsiya yo'li bilan qo'yiladi. Magnit yordamida impulslarni o'tkazib beradi. 100% eshitishni boshlaydi insonda. Va bu proyektimiz shu insonlar ko'p qidirib yurgan ekan. Lekin karlik bedavo emas, uni davosi bor. Sizga bir savol-da, faqat to'g'risini ayting, vijdon. Hop. Shu ikkita o'g'lingizni qaysi birigadir qushlar implantni o'rnatilgan ayol uchrab qolsa, masalan, endi siz nikohlariga ruxsat bergan bo'lardingiz? O'zi meni ayolim bor. Ha, o'g'illarimga demoqchimiz kelajakda. Bu taqdir, bu Alloh ko'rsatmasin, lekin bo'lib qolsa, o'g'lim bilan u qiz bir-biriga ko'ngil qo'ysa, bu Allohdan narsa. Qabul qiladi. Bog'lab qo'yib, конечно, men qarshiligim yo'q. Ularning hayoti yo'q. Bu quloq apparati yaxshi eshitmasligi. Buvimga taqqanmiz biz. Hop, bu 100% eshitish ta'minlaydi deb o'ylaysizmi? 70 talik. Bu ani sahrni o'lchaydi. Bu temperatura, issiqni o'lchaydigan. Bu tovushini